Assalomu alaykum. Va nihoyat bu mashinani yig'dik. Bu ani vetrovigacha almashtirildi. Просто zapchast kutib qoldim. Tak полностью yuvildi, oddiy yuvildi. Shpel ham oddiy yuvilgan. Temdan anaqasida ko'rinmaydi, balki idealni chiqqan patolog. Gilam almashdi, sideniya yuvildi, eski chuqur olib tashaldi, yangi chuqur qo'yildi. Ko'pchilik narx so'raydi. Yangi gilami 650 ming ekan. Bunda yog' to'kilib ketgan, uni hech balo qilib bo'lmaydi. Praktikada bo'lgan bu narsa. Mana buni tagida yana nasatka bor, o'sha nasatkagacha yangi qo'yildi. Qo'ldan kelgancha tozalab, faqat chexol, arzon chexol bu. Juda ham arzon chexol. Mana idealni chiqdi. Bagajda yuvilgan. Kraska olib kelib bering deganim, yo'q, qovursin deyishdi. Mashina рабочий. Kraskalar borsa vash idealni chiqardi. Vetrovikka kelsak, vetrovik qurib ketgan. Charchamanglar. Всем удачи. Если что, мы на связи. Salomat bo'linglar.